Men Toshkent davlat agrar universiteti qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalashtirish va avtomatlashtirish kafedrasi dotsenti Xoliqnazarov O'rolboy Abdurahmonovichman. Bugungi mavzumiz O'zbekiston energetikasi tizimlari va istiqbollari mavzusi bo'yicha sizlarga qisqa ma'ruza qilib bermoqchiman. Demak, bu yerda O'zbekiston Respublikasining xaritasi hamda asosiy O'zbekistondagi energetik tizimlarning loyihasi hamda asosiy liniyalari ko'rsatib o'tilgan. O'zbekistonda elektr energiyasi tarmoqlari asosan yuqori kuchlanish, past kuchlanish va o'rta kuchlanishdan iborat. Past kuchlanishlar bu 220 volt, 380 volt kuchlanishda tarmoq. O'rta kuchlanish esa 6, 10, 35 kilovoltlik tarmoq. Yuqori kuchlanish 110, 220, 500 kilovoltlik tarmoq hisoblanadi. 220, 380 volt past kuchlanishda asosan aholi va kichik iste'molchilar ta'minlangan bo'ladi. O'rta kuchlanish bu mahallalardagi yoki o'sha tumandan chiqib ketuvchi qishloq aholi punktlari uchun uzatiladigan 6-10 kilovoltlik liniyalar hisoblanadi. 110, 35 hamda 220, 500 kilovoltlik liniyalarimiz bu asosan yuqori kuchlanishli tarmoqlar hamda magistral elektr tarmoqlari liniyalari hisoblanadi. 2024-yil statistika ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda energiya ishlab chiqarish asosan bu issiqlik elektr stansiyalari 85% tashkil qiladi, gidroelektr stansiyalar 10% tashkil qiladi hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalari esa 5% tashkil qiladi. Ushbu O'zbekiston Respublikasidagi issiqlik elektr stansiyalari asosan tabiiy gaz, ko'mir, mazut hamda boshqa turdagi yoqilg'i energiyasi hisobiga issiqlik hosil qilinadi va shu issiqlik natijasida elektr energiyasiga aylantiriladi. O'zbekistonda asosan 82% issiqlik elektr stansiyalari tabiiy gazda, ya'ni metan gazini yoqish orqali amalga oshiriladi. Qolgan ayrim hududlarda, misol uchun Toshkent viloyatining Angren tumanidagi hududlarda ko'mir issiqlik elektr stansiyalari mavjud bo'lib, ular 12% energiya bilan ta'minlashda xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasining asosan energiya ishlab chiqarilishi qo'shni davlatlar bilan, jumladan Qozog'iston, Tojikiston, Qirg'iziston hamda Turkmaniston bilan doimiy ravishda energiya almashib turiladi. Jumladan O'zbekiston Respublikasi bir qancha yillardan beri O'zbekistonda ishlab chiqarilgan energiyaning ya'ni 1.2-1.5 milliard kilovatt soat elektr energiyasini Afg'onistonga yetkazib beradi. Ya'ni O'zbekiston boshqa qo'shni davlatlar bilan energiya olish, import qilish va eksport qilish bilan shug'ullansa, aynan Afg'oniston Respublikasiga energiya yetkazib berish, ya'ni elektr energiyasi bilan ta'minlashda katta xizmat qiladi. ...2024-yilgi ma'lumotlar bo'yicha O'zbekiston Respublikasida 79.8 milliard kilovat elektr energiya ishlab chiqarilgan. Ushbu elektr energiyasining 45-48% sanoatga yo'naltirilgan, 12-15% transport xizmatlari uchun yo'naltirilgan, 10-12% qishloq xo'jaligi sohasidagi energiya iste'molchilari uchun yo'naltirilgan hamda 25-28% bu aholi yashash punktlari uchun barcha u shahar, qishloq, mahalla qaysi joyda istiqomat qilishidan qat'iy nazar 25-28% aholi uchun energiyasi taqsimlanadi. Mana shu elektr energiyasining ishlab chiqarilishi 2019-yil va 2024-yilgi statistika ma'lumotlarini olib qaraydigan bo'lsak, 2019-yilda 60 milliard kilovat soatdan ortiqroq elektr energiya ishlab chiqarilgan bo'lsa, bu 2024-yilga kelib qariyb 80 milliard kilovat soatgacha ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan. Ya'ni bu elektr energiyasini ishlab chiqarish yildan yilga ortib bormoqda. Demak, O'zbekiston Respublikasi bugungi kunda elektr energiyasini ishlab chiqarish bo'yicha Prezidentimiz tomonidan va Vazirlar Mahkamasi tomonidan, Energetika vazirligi tomonidan bir qancha ishlar amalga oshirish istiqbolli rejalar tuzib olingan. Jumladan 2030-yilgacha qo'yilgan reja bo'yicha O'zbekistondagi elektr energiyasi ishlab chiqarishni 120 milliard kilovat soatga yetkazish. Ushbu ishlab chiqarilgan elektr energiyasini
asosan qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqda va buni 2030-yilgacha borib quyosh energiyasidan hozirgi kunda 2 gigavat elektr energiya ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, buni 10 gigavatga yetkazish. Shamol energiyasidan 1 gigavat ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, hozirgi vaqtda buni 5 gigavatga yetkazish. Gidroenergetika tizimini esa hozirgi kunda 2,2 gigavat ishlab chiqarilayotgan bo'lsa, buni 3 gigavatga yetkazish maqsad qilib olingan va bu bo'yicha bir qancha ishlar amalga oshirilib bormoqda. Asosan O'zbekiston Respublikasi hozirgi vaqtda muqobil energiyani rivojlantirish bo'yicha Birlashgan Arab Amirligi, Saudiya Arabistoni, Xitoy va Yevropaning bir qancha yirik kompaniyalari bilan hamkorlikda energiya ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yilgan. Mana shu elektr energiya ishlab chiqarishni 2030-yilga borib 15 milliard kilovatdan oshirib, hozirgi kundagi 5% ni 35% ga yetkazish va elektr energiyasini faqat O'zbekiston Respublikasidagi ishlab chiqarishlarga emas, balki boshqa davlatlarga elektr energiyasini eksport qilishni ham maqsad qilib olgan. E'tiborlar.